Assalomu alaykum aziz obunachilar. Sizlarga men navbatdagi mebellarimizni obzor qilib olib boramiz. Mana ko'rishingiz mumkin. Bu ishimizga keladigan bo'lsak, bu mebelimiz 2 kurali joyga tushadi. Gaz vitga tushaveradi mana. Bunimiz narxiga keladigan bo'lsak, bunimiz 2 million so'm, ozgina kami bor. Andijon bo'ylab dastlabkamizdan bor, xudo xolasa. Bu ishimiz mana 2 kurali bo'ladi. Bu ishimizda mana yonboshlarda shkaflari bor. Mana juda ko'p narsani qo'yib yuborsa bo'ladi. Bu yerga ham sig'dirib yuborsa bo'ladi. Xudo xolasa juda zo'r xizmat qiladi. Bu ishimizga keladigan bo'lsak, bu ishimiz 2 metrli ishimiz. Bu ishimizga ham mana yonboshlariga shkafchalar qilib qo'yganmiz. Juda chiroyli holatda mana. Tomlarimiz mana suvga chidamli bo'lgan. Mana yaxshi holatda tomlarimiz. Bunisi ham 2 metrli mana. Kimga qanday turdagi mebellar kerak bo'ladigan bo'lsa, pastga nomlarimizni qoldirib qo'yamiz. Bemalol aloqaga chiqarasizlar.